Aholining ehtiyojmand qatlamini kambag'allikdan chiqarish borasida davlatimiz rahbari ilgari surgan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi o'zining ijobiy natijasini beryapti. Asosiy e'tibor past daromadli oilalarni mehnatga jalb etishga qaratilgan. Bu yo'nalishdagi tashabbuslar Yangi Namangan tumanidagi mavjud 25 ta mahallada ham keng quloch yoygan. Ezgu sa'y-harakatlar muxbirimizning hozirgi lavhasidan o'rin olgan. Yangi Namangan tumanidagi 25 ta mahallada Prezidentimizning kambag'allikdan farovonlik sari dasturi ijrosini ta'minlash maqsadida xayrli va ezgu ishlar izchillik bilan davom ettirilmoqda. Tumanda 2025-yil boshida birinchi bosqichda 335 ta oila kambag'al sifatida ro'yxatga olinib, ular bilan manzilli ish tashkil etildi. Jumladan 23 nafari doimiy ishga joylashtirildi, 47 nafarining uy-joyi ta'mirlandi, 18 nafariga imtiyozli kredit ajratildi, 12 nafariga subsidiya asosida tikuv mashinalari berildi, 15 nafari esa qayta kasb va tadbirkorlikka o'qish istagini bildirgan. Birgina 10.200 nafardan ortiq aholi istiqomat qilib kelayotgan Kelajak Tongi mahallasida 60 ta xonadon tanlab olinib, ular viloyat va tuman darajasidagi tashkilot rahbarlariga biriktirilgan. Mahallada yashovchi Mashhura Mo'min va ishsizligi, xonadonda nogironligi bo'lgan oila a'zolari borligi sababli ijtimoiy reyestrga kiritilgan. Oiladagi moddiy yetishmovchilik sabab dori-darmondan boshqaga pul ortmagan. Natijada xonadon ta'mirtalab holatga tushib qolgandi. Endilikda ijtimoiy himoya viloyat boshqarmasi homiyligida 18 million so'mlik qurilish materiallari olib berildi. Tez orada ta'mirlash ishlariga kirishiladi. Prezidentimizga rahmat. Mana materiallarni berib, nabiramizni kurslarga joylashdi. O'zi mana kurslarga qatnatdi, o'qitdi, har tomonlama yordam berib kelishdi. Kelajak Tongi mahallasidan ijtimoiy reyestrga kiritilgan xonadonlarning aksariyati uy-joy ta'miriga ehtiyoji borligini bildirgan. Qolaversa 160 nafar xotin-qizlar turli toifalar bo'yicha ayollar daftari ro'yxatiga kiritilgan. Ularga mahalla yetiligi va kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi tomonidan amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi asosida ishlab olib boryapti. Hozirgi kunda mahallamizga 200 ga yaqin temir beton ustunlar o'rnatishdi. 4 ta transformator qo'yildi. Reyestrga kiritilgan 60 ta xonadonlarimiz bor. Shu 60 ta xonadonlarimizga viloyat tashkiloti rahbarlari biriktirilgan. Ko'p xonadonlarimizda o'ylarda qurilishlar yomon ishlarni amalga oshirib berishdi. Ishga joylashadigan ishga joylashtirishdi. Ba'zi bir xonadonlarimizga nogironlikka o'tmaydiganlar bor edi. 1 yil 2 yildan beri harakat qilib yurishganda, ularni o'zimiz sog'liqni saqlash boshqarmasi bilan birgalikda hammalarni shu 16-oilaviy poliklinikada ko'rikdan o'tkazib, nogironliklarni hal qilishdi. Mahallamizdagi 3 ta bemor respublika darajasida davolanib kelishdi. Mahallada ijtimoiy reyestrda turgan oila farzandlarining ta'lim-tarbiyasi bilan bog'liq masalalarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Qolaversa, ishsiz aholi gulchilik, tikuvchilik, qandolatchilik bo'yicha qayta kasblarga o'qitilmoqda. Joriy yil boshida tumanda kambag'allik darajasi 7.7% ni tashkil etgan bo'lsa, yil yakunida bu ko'rsatkich 5% ga tushiriladi.